Otabek sinfning eng yaxshi o'quvchisi, yil davomida eng yaxshi baholarga o'qib, hukumatga sazovor bo'lgan o'quvchi kim? Ahmadova Charos. Charos. Hop, ko'ramiz. Hop. Sanobatga. Hop, Sanobat. Birinchida meni eng yaxshi ko'rgan, eng sevimli o'quvchimni ismi yozilgan. Kim deb o'ylaysan? Aytmagin. Hop, o'sha gap ichida eng yaxshi ko'rgan o'quvchimni, eng sevimli o'quvchimni ismi yozilgan. Kim deb o'ylaysan? Omina aytib qo'ymagan. Aytmayapsizlar? Sanobar aytmayapsizmi? Ha? O'sha buzib qo'ymanglar, oxirida keyin kim to'g'ri chiqqan bo'lsa. Hop, o'sha qutining ichida eng yaxshi ko'rgan o'quvchimning ismi bor. Otabek. Otabek deb o'ylaysan. Hop, kel, Nadira. Hop, eng yaxshi ko'rgan o'quvchim. Charos deb o'ylaysan. Hop, kel, Hasan. Eng yaxshi ko'rgan qadrli o'quvchimiz ismi bor. O'qinglar, bu nima yozilganini, rahmat ketmasdan. Hop, Odina aka. Habib aytib qo'ymayin. Muxtor Jumata. Otabek Charos. Otabek yoki Charos. Yo'qmi ayt, qaysi bir Otabek Charos? Otabek. Kel. Voy. Hop, Muxtor aka. Muxtor aytib qo'ymaysan faqat. O'sha savol. Eng yaxshi ko'rgan o'quvchim, juda ham yaxshi ko'raman bu o'quvchimni. Taxminlarim bo'yicha u bola birinchi qatorda o'tiradi. O'sha o'quvchingiz. Bu ham o'saman. Birinchi qatorda o'tirganman yil boshida. Voy, teacher. Ahmad. Kimligini bilib oldimmi? Jim o'tirgan faqat. Samirga taxmin qilinglar. Eng yaxshi ko'rgan o'quvchi kim deb o'ylaysan? Qaysi biri? Bittasini. Qaysi biri? Bittasini aytgan. O'tirib olgan, bitta. Bas. Geldim, bak gel. Gel. Yok. Abdülaziz gel. Abdülaziz kimdi böyleyse ben en yaxshi ko'rgan o'quvchim. Aytib qo'yapsizlar. Ne diyecek? Olimjon Otabek, gel. Eng yaxshi ko'rgan o'quvchim. Hurmat qilaman bu o'quvchimni. Sherzod gel. Sherzod gel. Kelaqa Sherzod. Kimni bo'ylaysan eng yaxshi ko'rgan o'quvchim? Ha? O'quvchim. Otabek. Eng yaxshi ko'rgan o'quvchim? Qaramaysanmi bu yoqqa? O'qidingmi? Jim o'tiring faqat. Kimni bo'ylaysan? Savolingiz bo'yicha menimcha hamma. Hamma? Yo'q, Bitta o'quvchi. Bitta. Yani Otabek dedim. Tolibjon Otabek. Nima bo'ylaysan? Qutining ichidagi o'quvchini men haqiqatan juda ham yaxshi ko'raman. Hurmat qilaman. Eng sevimli, eng qadrli, ardoqli o'quvchilarim. Fikringni o'zgartirmaysanmi hali?
Cem o'tir. Shunda o'ylaysan, eng yaxshi ko'rgan o'quvchi. Jasur bo'lsa kerak. Qaysi biri? O'rgatilmaysan, men yaxshi qadrli o'quvchisan. Balki o'zingdirsan. Jasur. Mujaffar. Ra'no aka. Eng qadrli o'quvchi kim? Otabek. Eng qadrli o'quvchim. Qayda aka? Shunda bo'laysan. Otabek. Shu o'quvchini turaylar endi. Otabek, eng qadrli, eng yaxshi ko'rgan o'quvchim. Eng yaxshi ko'rgan o'quvchim. Shahzoda. Qutining ichida eng mas'uliyatli, eng tartibli, men eng hurmat qiladigan, yaxshi ko'radigan o'quvchimiz nima bor? Kim deb o'ylaysiz? Otabek. Kuningiz Otabek. Ko'rdingmi? Yo'q, o'ylama, mantiqan o'ylama. Shaxsan o'ylama. Zafar, demak, eng yaxshi ko'rgan o'quvchim kim? Zafar Bahodirov. Kelmadimi Zafar? Hop. Demak, Zafar deb o'ylaysan-a? Biladimi? O'tir, o'tir. Kelinglar. Kelinglar. Kim deb o'ylaysan, Davron? Demak, meni yaxshi ko'rgan o'quvchim Otabek. Eng mas'uliyatli, eng tartibli, eng har doim ishlarni qiladigan yaxshi o'quvchi. Otabekmi? Balki o'zingdirsan. Sana qilasanmi ishni? Men qilaman. Shohjahon. Eng yaxshi ko'rgan o'quvchim. Muxtor. Kelinglar, jim qoldi. Zulfiqor Hasan, kelinglar. Kel Zulfiqor. Hop, aytasan. Sen oxirida aytasan. Eng yaxshi ko'rgan o'quvchim kim? Taningchi, sen o'ylashingchi. Mana bu yoqqa chiqdi. Hasan? Bo'lishi mumkin. Eng mas'uliyatli, har doim aytganlarini qiladigan, yil davomida zo'r o'qigan o'quvchim. Hasan-a? Agar men o'ylashim bo'yicha bo'ta o'zing turgan narsa bo'lishi mumkin-da, chunki chiqodimda qarab rahmat dodiri ketyapti hammasi. Hop, o'sha men yaxshi ko'rgan o'quvchi kim deb bilib uchun rahmat deyotgandir balki. Yo'q, aysiz. Nima deb o'ylaysan? O'zing degan narsa yo'q. Nima deb o'ylaysan? Kim? Sizga men o'quvchi bo'lsa o'zim tanlayman. Demak, meni yaxshi ko'rgan qadrli o'quvchim bo'lding. Jim o'tir. Hilol aka. Hop, qara, qutuning ichida yil davomida a'lo o'qigan, men eng yaxshi ko'radigan, men hurmat qiladigan, vazifalarni yaxshi bajargan, mas'uliyatli, tartibli bitta o'quvchimni, men tanlab olgan o'quvchimni ismini yozilgan. Kim deb o'ylaysan? Kim deb o'ylaysan? Otabek. Boshqalar ham borku yaxshi o'qiydigan. Otabek, kinoda turibsan. Demak, qutuning ichida men eng yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan o'quvchim. Madina aka, aytib qo'yish yo'q, Hilola faqat. Madina, o'sha savol qutuning ichida eng yaxshi, eng a'lochi, eng tartibli, eng odobli o'quvchim ismi kim? Otabek. Variantda yo'q boshqa. Yana borku ko'p yaxshi o'qiganlar bor. Odinalar bor, hamma bor. Otabekga
O'sha savol qutini ichida men eng yaxshi ko'rgan, men eng hurmat qilgan, doim vazifalarini bajargan, xullas nomer 1 o'quvchini ismi yozilgan. Kim? Aytib qo'ymanglar. 3 ta anaqa bor. Bittasi. 3 tani bor. Variantlaring aytdingiz tadi. Hozircha Otabek, Jasur, keyin mana shu qatorni yoqasam to'rtta ekan. Bittasi aytadi. Menimcha, men o'ylayman, ko'pchilik Otabekni aytgani uchun Jasur aytishmadi. Men o'ylayman Jasur. Jasur. Hop. Demak,